İzmir fathi 1402-yili Amir Temur va Usmoniylar o'rtasida dahshatli jang boshlanadi. Jangda Amir Temur g'alaba qozonadi va Usmoniylar sultoni Yildirim Boyazidni asir oladi. Amir Temur ushbu jangdan so'ng Usmoniylar davlatining barcha viloyatlariga o'z qo'shinlarini yuboradi. Muhammad sultonni 30 ming kishilik qo'shin bilan Bursa shahriga yo'llaydi. Shohrux Mirzo boshchiligidagi 100 ming kishilik qo'shin Kirmaniyon tomon ketadi. Shohmalik boshchiligidagi qo'shin esa janubiy sharq tomonga yo'l oladi. Amir Temurning o'zi esa Kutaqiyadan Denizli shahriga kirib keladi. Amir Temur Denizlida bir muddat turgach, Teri shahriga qarab yo'l oladi. Teri shahriga yetib kelgandan so'ng bu yerda turklar bilan suhbat qurib Izmir qal'asi haqida eshitadi. Assalomu alaykum. Usmonli sultonlari 10 yilda ololmagan Izmir qal'asini Amir Temur qanday fath etgani haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzudagi videoni boshqalar ko'rishligiga ham sababchi bo'lasiz. Amir Temurga shahar aholisi musulmonlar tinch va xotirjam yashashlari uchun Izmir qal'asi olinishi kerakligi haqida aytishadi. Jumladan bunday deyishgan: bu farang qo'mondonlari to'plangan shahar. Unda ikkita qal'a bor. Birida musulmonlar yashaydi, boshqasida farang kofirlar yashaydi. Faranglar qal'asi 3 tomondan dengiz bilan o'ralgan. Faqat bir tarafi quruqlikdir. Ammo juda katta xandaq qazilganligi uchun quruqlik tarafi ham o'ta mustahkam. Ular bu yerni muqaddas makon deb biladilar. Har yili minglarcha insonlar Yevropadan kelib bu qal'ani ziyorat qilishadi. Iyonalar va sadaqalar qiladi. Bu kofirlar Izmirning musulmon qal'asidagi xalqqa tinchlik bermaydi. Kechani kunduz demay musulmon qishloqlariga hujum uyushtirishadi. Ular atrofdan talab kelgan o'ljalarni shu qal'ada saqlaydi. Cherkovlari o'ta muhtasham. Mol-mulklari ko'p, xazinalari to'la. Bugungacha hech kimga boj-xirosh to'lashmagan. Yildirim Boyazidxonning otasi Murodxon bir vaqtlar bu qal'ani qamal qilgan u biroq ololmagan. Bu yerni fath etsangiz, musulmonlar osoyish topgaylar va sizni duo aylagaylar. Bu so'zlardan sohib Qur'on ancha mutassir bo'ldi. Shu atrofni kofirlardan tozalashni vojib deb bildi va musulmonlarni faranglar zulmidan qutqarishga va'da berdi. Darhol Amirzoda Pir Muhammad bilan Nuriddin Bahodirni ilg'or qismlar bilan Izmirga yo'llaydi. Ularga shunday deydi: avvalo sunnatga binoan elchi yuborib ularni islomga da'vat eting. Qabul qilmasalar juzya va xiroj to'lasinlar. Shulardan biriga ko'nsalar ham yetadi. Ularga hujum qilmang. Yaxshi muomalada bo'ling deb jo'natadi. Shahzoda Pir Muhammad va beklar o'z qo'shini bilan darhol yo'lga chiqadi. Jahdu jadal bilan qal'a qarshisiga yetib kelishadi va elchi jo'natib takliflarini bildirishadi. Biroq qal'a hokimi Magnus elchini haqorat qilib ortiga qaytaradi. So'ng esa shu yaqindagi orollarga chopar yo'llab nasroniy bayonlardan ko'mak so'raydi. Magnusning shu da'vati bilan Izmir orollaridan 2000 ga yaqin askar keladi. Mo'l-ko'l oziq-ovqat va qurol-aslahat to'planadi. Magnusning qo'pol javobi va nasroniylarning yordamchi kuchi haqida Amir Temurga xabar yetkaziladi. Sohib Qur'on shiddatli yog'ingarchilikka qaramay Teridan yo'lga chiqib Izmir qal'asiga yetib keladi va o'z qarorgohini qurdiradi. Amir Temur qo'shini to'qmoq bilan gumburlatib chalingan dovullar tovushi jo'rligida tayyorgarlikni tugatib hujumga o'tadi va qal'a devorlariga uch yondan yopiriladi. Sohib Qur'onning niyati quruqlikdan zarba berib qal'a devorlaridan teshiklar ochib, so'ngra manjaniqlardan olovli o'qlar yog'dirib dushmanni taslim etish edi. Har ikki tomon ham bir-biriga o'q, tosh, olov yog'dira boshladi. Ammo qanchalar tirishilmasin, bu urinishdan bir natija chiqmadi. Faranglar shaharni o'lib-tirilib himoya qilardi. Amir Temur bunaqa zarbalar bilan qal'ani olib bo'lmasligini, albatta dengiz tomondan ham hujum uyushtirish kerakligini angladi. Shunga ko'ra harakatga kirishdi. Hisor tevaragi bo'ylab to'siq qurdirdi. Askarlarning qal'aga chiqishini qulaylashtiradigan g'ildirakli yog'och minoralar yasattirdi. Har bir minoraga 200 askar sig'ardi. Minorani har tarafga siljitib, qal'a devoriga yaqinlashtirish, uzoqlashtirish mumkin edi. Bu orada 10 mingga yaqin laqimchi ham anchagina ish qilib ulgurdi. Istehkomlar qazilib, qal'a devorlari o'pirilib tushirishga tayyorlandi.
Sohibqiron bu ishlardan ham qoniqmay dengizdan ko'makka keluvchi kemalar yo'lini to'sish maqsadida ichki limanga xarsanglar to'ktirib g'ov yasatdi. Shu tarzda tashqaridan yaqinlashgan kemalarni limanga kirishga imkon qolmadi. Bu ishlardan xabar topgan dushmanning kemalari va qayiqlari tong otmasdan ochiq dengizga qarab qochishdi. Ichki liman og'zi tosh bilan berkitilgandan so'ng quruqlikda qurilgan to'siq bilan dengizda yasalgan to'siq birlashtirildi va qal'ani butunlay o'rab olishga erishildi. Endi bu jabhadan kuchli zarbalar yog'dirish mumkin edi. Shu chog'da choparlar faranglarga yordam yetib kelgani haqida xabar yetkazdi. Qamalning 14-kuni edi. Sohibqiron o'rdadagi barcha qo'shinga yoppa hujumga o'tish buyrug'ini berdi. Hisor ostida qazilgan lahimlardagi tiyag'ich yog'ochlar yondirildi va oqibatda qala devori cho'kib o'pirila boshladi. Qaladagi mudofaachilar nima bo'layotganiga aqli yetmay gangib qolishdi. O'pirilgan yerlardan Amir Temur bahodirlari shiddat bilan yorib kirdi va qalada qirg'in boshlandi. Butun qala ahli limandagi kemalar tomon qochardi. Biroq limandagi ozgina kema birpasda to'lib qoldi. Faranglar endi kemalarga jon xalpida tirmashayotgan dindoshlarini ko'pirib yotgan to'lqinlar ichiga uloqtirardi. Qochganlar orasida qala qo'mondoni Magnus ham bor edi. Qaladagi mudofaachilarning bari qilichdan o'tkazildi. Shunday qilib tong qizarib borar ekan, ayni shafaq paytida Izmir fath etildi. Shu vaqtda yordamga yetib kelgan salib ritsillari muhtasham va mustahkam qala ag'darilib xarobaga aylanganini ko'rib lol qolishdi. Bu o'lkaning musulmon aholisi Izmirning shunday qisqa vaqt ichida zabt etilganiga hayron bo'ldi. Barcha sohibqironga bu azim g'alaba Alloh tomonidan kelgan. Bu zafar Allohning lutfu inoyati, ilohiy hodisadir deb so'zlay boshladi. Amir Temur qala fathidan qo'lga kiritilgan barcha o'lja va oltinlarni Izmir musulmon turklariga tarqatadi. O'sha kundan e'tiboran Izmir butunlay turklar qo'liga o'tadi. Shu asnoda Turk Izmir, G'avur Izmir degan ayrimacha atamalarga ham chek qo'yiladi.